Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykülər. Bugün 7-ci ayının 5-ci günü Ürümçi qırğınçılığının 3 yıllığı münasibəti bilan Gollandiyadakı Uyğur cemaati 150 ətrafında Uyğur bugün Gollandiyanın paytaxtı Danak şəhərindəki Xitay konsulluğunun aldında namoyish qıldı. Mana hazır görüb turğanlarda Xitay konsulluğunun darvazasının aldında bizninkilər Xitay qarşı özünün şüarlarını to'ladı. Bugün namoyish Gollandiya vaqti soat 2'de Gollandiyanın paytaxtı Danakdagi mərkəzi poyezd stansiyasidan piyoda yo'lga chiqqan 5-6 kilometr atrofida bir yo'lni piyoda besib yo'l bo'yi gollandiyaliklarga tashviqot varaqlarini tarqatdi va hozir mana ko'ryapotganinglarda Xitoy konsulluğunun oldida o'ziniki Xitoyga bo'lgan qarshiligini bildirdi. Endi sizlarga naq maydondan e'lonlangan ba'zi bir videolarni xabarlarni ko'rsatib o'tamiz. Diqqatinglar ekranda bo'lsin.
2012 yılı 7. ayının 5. günü 2009 yılki Ürümçi qirg'inchiligi bo'lganligining 3 yilligini xotirash uchun biz bu yerga yig'ildik. Vatanlik vaqtimda men bu yerga 2011 yil kelgan. Vatanlik vaqtimda Ürümçi qirg'inchiligining haqiqiy ahvolini bilish bir fursatim bo'lmagan edi. Bu yerga chiqqandan keyin haqiqiy mohiyatni, nurg'un narsalarni haqiqiy o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ürümçi qirg'inchiligining haqiqiy qirg'inchilik mohiyatini his qildim. Shu bilan shuncha jafo bo'lsa-mu biz Uyg'urlar yiroq-yiroqlardan mushaga necha yuz kilometr yana bisib o'zram shu bir begunoh o'lib ketgan qarindoshlarimiz bo'lgan istashtimizni ular bo'lgan xotirashimizni ifodalash uchun ham bir haq so'zni bir aytilish uchun keldik. İsmim Ali, burada Gollandiyaga kelib 5 yildan oshdi. Har qanday namoyishlarda bolalar bilan birga har qarindoshlarimiz yanimizda turib, birga shu namoyish o'tkazgandan keyin bugungi namoyish shunda g'alabalik bo'ldi. 2009 yil 7. ayının 6-cısı şu namayişte bir yana kayıt gelgende buldum şu balanın cesaretini görüyoruz. Yinkegen balanın cesaretini, kızlar bulamdı, oğallar bulamdı, çoğunlar bulamdı. Hepimiz bir xil güçte, bir xil birlikçilikki, bir xil yani Gollandiya uygulan texmi yani birleşivatkanını, yani bir çoğuyuvatkanını bir toplumki. Kiyinki kelgüsde yani bu siyasi işte bir çoğun rol oynayalım texmi görüp yaptım. Ben Gollandiyaya kelgili bir yıl bo'lib qoldi. Shu bir yil jarayonida har qaysi namoyishlarni qatnashib kelyapmiz. Bugungi namoyish intayin yaxshi bo'ldi. Biz ham ishlarga Gollandiyaga kelganda yaqinmiz to'rbatlardan Xitoyning qanchalik bizning millatimizni qanchalik ezib ketganligini texmi tushunib, Xitoyga bo'lgan o'chmanligimiz texmi kuchayib ketdi. Bo'lsam faoliyatlarni texmi dog'bog'liq texmi Xitoyning cho'chlikda turishga tursa Allah Teala halsa çoxum vatanimizni azad qilib o'zimiz yurtimizni qaytadigan fursatlar bo'lib qoladi inshaalloh. Bugun 2012 yil 7 ayning 5 kuni ham Ürümçi qirg'inchilik bo'lgan 3 yillik xotirlik kuni shunga xotirlash uchun Xitoy konsullikka namoyish qildi. Men ismim Juratlar Turkmandan keldim. Gollandiyaga kelganda yerim yo'q bo'ldi. O'zim hozir Qinlu Aziz etdim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mening ismim Abdashemshi bo'ldi. Men Gollandiyaga kelganda 2 yil 1 oy bo'ldi. Naq bo'lgan kunda 2 yil 1 oy bo'ldi. Men 3 yil burungi 7-ayning 5-idagi namoyishda men Ürümchida edim. Lekin men o'zim qatnasha olmagan. Shunday bo'lsa Ürümchidagi hamma ishni men uçup ko'rgan. Xitoylarning Uyg'urlarni qanday boshlaganligini, saqchilarning qanday Uyg'urlarni o'tganligini hamma narsa uçup ko'rgan. Vijdonlarga chidamay chetga chiqdim, chetga chiqib işte namoyishda qatnashib turaman. Har qatim namoyishga Xudoyim bo'lsa inshaalloh yonmay kelyapman. Ham bundan keyin yonmayman. Endi bugungi namoyish shunda yaxshi bo'ldi. Endi butun Uyg'urlar xili jiq chiqdi. Ham chiqmaganlarmi bor, endi chiqqanlarga Xudoyim hammasining umrini va baxtini bersin. Ham chiqmaganlarning vijdonni qo'zg'asin. Şu endi meniki birdan-bir endi talabim Dünya Uyghur Qurultayıga qo'ygan talabim shu Uyg'urlarga bir qonundan bir necha qaytgan bo'lsa, u qonun bo'lsa-mu, shu bizning vatan ozod bo'lgandan keyin chet elda bizga o'xshash siyosiy panoh tilayotgan, lekin hech qanday ishga aralashmaganlarni vatan qaytishga ruxsat qilmasa, qilgan namoyish qilgan isbot hech qanday narsa bo'lmasa, vatan qaytishga ruxsat qilmasa degan ishlar talabni o'tirg'iyman. Ham Xudoyim talabimdan Dünya Uyghur Qurultayiniki o'ylash baqsa deb o'ylayman. Assalamu alaikum. Qarindoshlarım, men ismim Ayza. Gollandiyaning Berlin shahridan keldim. Shu bugun 2009 yili 7-iyul 5-iyul voqeasiga 7-iyul voqeasini xotirlash uchun bugun shahrimdan oldida namoyish qildik. Bu
namoyish endi hammamiz Uyg'ur qarindoshlarimizning hammasidan qarshi tegishi chunki 2009 yili 5-iyul Xitoy kommunistlarning Uyg'urlarga yurgizgan diktatorning eng yuqori pallasiga chiqqan vaqtda nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimizni o'ldirdi. Ular bizni ham terrorist chiqadi. Shuning uchun biz o'zimiz erkinlik uchun namoyish qilishimiz kerak. Xudoyim buyursa, kelar yili bundan keyin bo'lgan namoyishlarga butun Uyg'ur qarindoshlarimning vaqtida chiqishini umid qilaman. O'zimizning ozodlik, o'zimizning erkinligi uchun, vatan shahid bo'lgan qarindoshlarimizning xuni uchun namoyish qilsak, hammamiz to'liq qatnashsak. Assalomu alaykum. Ben Gollandiyanın Leydin şehrinden geldim. Bugün Ürümçi Kırgıncılığı 7. ayının 5'i Ürümçi Kırgıncılığının 3 yıllık olan günü. Sonra bu nefretimini bildiriş için, bunu menge unutmamız için bir şeyge nefretimizni bildirelim deb geldim. Ben Amsterdam'da gelip katılışıyorum. Bugün biz bu Tenkak şehir turuşluk Xitoy elçixana olduğa Gollandiya Uyghur Birliği Teşkilatı, Gollandiyadagi Yoshlar Partiyasi Teşkilatı, Avrupa Şarkısı Mağrib Cemiyeti Qatarlıq güç teşkilat birlikte 5-iyul Ürümçi vakası qırğın münasebetiyle bu yerga jam bo'lib Xitoyga qarshi g'azab nafratimizni ifodalab o'tamiz. Barliq qarindoshlar bu yerda 3 yil o'tgan bo'lsa-mu, xuddi tunogini yuz bergandek bu voqea. Xuddi bugun yuz bergandek g'azab nafratimizni shuncha qattiq ifodalab bugun Xitoy ustidan shikoyatlarimizni, Xitoy bo'lgan noroziligimizni ifodaladik. Biz şu günü kurban bo'lgan şehitler haqida ve vatanimizda hozir turmada yetayotgan 10 minglarcha, necha 10 minglarcha qarindoshlarimizningki ovozini biz bu yerda anglatyapmiz. Men ismim Mustafa, men Turk shahridan keldim. Bugun vatanimizdagi Ürümçi qirg'inchiliqniki 3 yillik xotir kuni. Shunga bugun bu yerga ko'plagan Uyg'urlar yig'ildi. Şu Uyg'urlar qatorida men 3 yil burun vatanimizda Uyg'urlarning ozodlik uchun qurban bo'lgan shehitlarimizniki ro'yini seg'inib, ularga seg'ilishsigida bu yerga yig'ildi. Başladım. Assalamu alaykum. Bugün Ürümçi Kırgıncılık'ın 3 yıllık münasebetiyle Gollandiya Uyghur Birliği'ne orlaştırılışta Gollandiya'nınki Danak şehrinde çok bir namoyish orlaştırdı. Hazır namoyishimiz devam kılıvatıdı. Namoyishga 150 yakın Uyghur qarindosh qatnashdi. Nayeti dağdolu Tibetlerden 20 yakın Tibet qarindosh qatnashdi. Nayeti bir dağdoluq namoyish oldu. Bugün 2013 yılı 7. ayının 5. günü. Bugün bizdeki bütün Şarkı Türkistanlık Uygurlarınki unutulmaz bir günü. Çünkü bu 3 yıl burun bu günün özde halkımızın başına çok bir musibet, yani katliam bo'lgan günü. Bu günde halkımızın hiç qanday qurolsiz, sağlam, yani salamet bilan bir namoyishga chiqqan vaqtda bu namoyishni tank qurollar bilan qarshilab ko'rishdi. Bütün qurolsiz chiqqan xalqni qirg'an kun. Yani bunday bir qirg'inchilik bo'lgan kunni bizning Uyg'urlarning unutilib qolishi bu Uyg'urlar uchun hech yarashmaydigan bir kun. Buning uchun biz bu kunni xotirlash, ya'ni o kunda o'lib ketgan shahidlarimizni eslash va shundoq turmalarda yetayotgan va yo'qolib ketganlarninki ularni eslash va ularning ruhiga mingish va shundoq ularninki ota-onasiga sabr talab qilib ularninki bu yo'lda mahkam turishiga va bizning shularning keyinda mahkam turishimizga turtki bo'ladigan unutilmas bir kun. Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! China go home! China go home! Shame on China! Shame on China! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! Freedom! Shame on China! Shame on China! Shame, shame!
Sultan bulup han ötken, Uygurum sen cahanda, Alem şahit bolganti, sen tarihni yazganda. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen canda. Alem şahit bolganti, sen tarihni yazganda. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen canda. Şahit bolganti, sen tarihni yazganda. Dost digenler atmış, insaf bağımı şeytanda. Han cemeti Uygur biz, eser atlap manganda. Eser atlap manganda. Han cemeti Uygur biz, eser atlap manganda. Eser atlap manganda. Atlandık bir gün, ulu bir cenge. Atlansın cengi var, marşımız bu alemde. Atlandık bir gün, ulu bir cenge. Atlansın cengi var, marşımız bu alemde. Erkinlik meşkili yansın her yerde. Yansın her yerde. Erkinlik meşkili yansın her yerde. Yansın her yerde. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen canda. Oğuz hanlar kudreti, dünyanı bir alganda. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen canda. Oğuz hanlar kudreti, dünyanı bir alganda. Buğra hanlar şevkti, alemge taralganda. Han cemeti Uygur
asır atlap manganda anlandı biz bugün ulug' bir büyük jangga anlansın jang var marşimiz bu alemga atlandı biz bugün ulug' bir büyük jangga anlansın jang var marşimiz bu alemga erkinlik meşgili yansın her yerde yansın her yerde erkinlik meşgili yansın her yerde yansın her yerde yansın her yerde yansın her yerde